Assalomu alaykum hurmatli ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari, barchaga yaxshi kayfiyat. Ayni paytda poytaxtimizning barcha tumanlarida yo'l harakati xavfsizligi xodimlari, post-patrul xodimlari bilan birgalikda tungi kuchaytirilgan reyd tadbirlari amalga oshirilmoqda. Ayni paytda biz Yunusobod tumani, Olmazor tumani, Shoxontohir tumanlaridamiz. Chorsu jariy maydoni, Chorsu bozori oldidamiz. Bu yerda ko'rib turganingizdek yo'l harakati xavfsizligi xodimlari reyd tadbirlarini amalga oshirmoqda. Shaxsiy biror bir shaxslar hujjati bormi? Qani ko'rsat. Yo'q, rasmda emas, yoningizda yo'q. Bugun tungi reyd tadbirida Shoxontohir tumani Chorsu bozor qarshisida Malibu qora rangli 01 333 avtoulov to'xtatib tekshirilganda yalt etuvchi chiroq va sirena moslamasi aniqlandi va ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirib jarima maydonchasiga joylashtirildi.